Mo'jiza emasdir falakda oftob, mo'jiza aslida beminnat kitob. Kitobsiz taraqqiyotga, yuksak ma'naviyatga erishib bo'lmaydi. Kitob o'qimagan odamning ham, millatning ham kelajagi yo'q, deya Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev bejiz ta'kidlab o'tmagan. Kitob beminnat do'st. Kitob sovg'asi esa eng qimmatbaho sovg'a. Joriy yilning 1-iyunidan 30-iyuniga qadar Bodomzor mahallasi binosida joylashgan kutubxonada mahalla nuroniylar tashabbusi bilan iyun oyi kitobxonlik shiori ostida kutubxonaga mening hissam ommaviy kitobxonlik aksiyasi bo'lib o'tadi. Kitobdan yaxshiroq do'st yo'q jahonda, g'amxo'ring bo'lgaydir g'amli zamonda, deb bekorga aytishmagan. Sizlarni Bodomzor mahallasi fuqarolarini kitob aksiyasiga faol ishtirok etishlaringizni so'raymiz.